Давай. Hushyormisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qanaqa savolingiz bor? Savolim shu продвижение bo'yicha. Mana bu dirrani narxini tushirish. Ha. Biz hozir Yandex Marketda именно o'zimizning kategoriyamiz, o'zimizning tip kategoriyamiz bo'yicha biz уже top 1damiz. Top 1damiz va bizda уже pikni ko'rdik. Pikni ko'rdik. Lekin mana bu pik marketplace'da bo'lmasligi kerak-da. То есть zakazlar ko'tarilaverish kerak. Lekin biz topmadik, biz pikni ko'rib qoldik-da. Mening savolim shuki, bu marketplace'larga, именно Yandex Marketda savolim shuki, вообще bular plan qilyaptimi? Plan qilyaptimi, что o'zini ustida ishlashga. Hozirgi paytda Yandex Marketda 18 million 200 million price borda. Balkim o'shaning uchun ham bizda kuniga prodaja 70 ta bo'ladi. Agar Ozonga o'xshab 50 mingta, Valkga o'xshab 150 ming, Ozonga o'xshab 50 million uzra, 50 million, Valkga o'xshab 150 million bo'lganda edi. Balkim ko'proq bo'lgan bo'lardi.